Xo'sh. Juda chiroyli joylangan a. Xorbeli. Ha, bor bo'linglar, yaxshi. Balona nechi pullar bo'pti? Qattiqmi bu balona? 20 ming so'm. Xorazm baliqi, daryoning baliqi. Torting bitta, zo'ridan torting, bir 2 kiloligidan torting. 2 kilolikdanmi? Ha, Bo'ladimi shu? bo'ladi zo'r. Xotin qayerdasan? Ishqot shunga. Bir buni baliq o'rnatiladi. Kimdir gapirgandek bo'ldimi? Ha, adasi kelibdi shekilli. Baliqmi bu? O, bugun baliq yirganmiz-da. Oy. Bismillah. Oy, belam chiqib deyapti-yu. Oy, televizorda nima gap ekan? Oy. Baba, assalomu alaykum. Ya, televizor o'chirdimi? Ovoz qayerdan kelyapti? Mama, bu maman. Ye? Chumbadim. Oy, belam. Ye? Qayerdan kelyapti ovoz? Uyda hech kim yo'q-ku. Chumbadim. Boboy, men baluvman, men gapiryapman. Ye? Sen gapiradigan balonmisan? Boboy, meni qo'yib yuboring, xohlagan tilagingizni bajaraman. Javob qochma endi. Dahka. Ana qo'li siprayotganini ko'ryapsanmi? O'shani 18 yoshli chiroyli qizga aylantirib berasan. Sal qiyinrog'i, lekin amallasa bo'ladi. Siz uchun qilib beraman. Ye. Bitta bilan o'qish ko'ryapti-yu. Rostdan qilding-ni? हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे Adasi. Buna qo'rqma, bir chiroyli ovozingiz bor edi-yu. Voy, ovozim shunaqa-ku. Hazillashmang, xotinim ovoziga o'xshab ketar ekan. O'zi xotiningizman-ku. Ye. Adasi. Voy adasi. Turing baliq tayyor, baliq yeymiz. Qanaqa baliq? Voy, olib kelgan baliqingiz. Nimaga pishirding uni? Gapiradigan baliqni. Voy, qanaqa gapiradigan baliq? Bitta uxlab turib qolmaysiz ketyaptimi? Malika qayerda? Qanaqa malika? Ha, bo'pti, borur, hozir chiqaman. Tushmagan-u. Sato tushimda bo'lsa ham ko'rib olaman. bayram bo'lyapti.